790 ming dollar ishlayotgan joyligini 590 ming dollarga pul surishlik uchun sotishyapti. Naqd 1 gektar. To'g'ri burchak 100 ga 100. Qadrdonlar, yangi yo'lga kelganmiz. Toshkent tumani Qirsadaf mahallasi bo'ladi. Ikkinchi kaleniya deyishar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, tekis to'g'ri burchak. Общий botda 1 gektardan oshiq yerligi bor. Ya'ni siz agar 1 gektar yer olaman desangiz 590 ming dollar deyapti. 100 ga 100 o'lchab berishadi, ya'ni 1 gektarni. Agar siz ko'proq olaman desangiz, ya'ni 70 sotuvlik joyligi bor, undan ham qo'shib olsangiz bo'ladi. Ishlab chiqarish, omborxona yokida kottejlar, domlar quradigan bo'lsangiz, menimcha ideal variant. Hudud aholidan uzoqda joylashgan, hamma kommunikatsiyasi bor, ya'ni gaz, svet, suv, kanalizatsiya deysizmi, hammasi o'tgan. Undan tashqari alohida kirish yo'li ham bor. Yerga to'liq ruxsat berilgan, istalgan narsangizni qursangiz bo'ladi. Hozir tashqari tarafdan ham bitta ko'rib chiqamiz. Siz bo'lsa katta yer qidirayotgan tanishingizga ushbu videoni tashlab, like bosib qo'yavering. Mashinani ko'rib turibsizlar, yerimizdan uzunligi o'sha mashinadan mana bu yoq tarafgacha keladi, ya'ni 100 metr bo'ladi. Aniqroq 100 metr o'lchab berishadi. O'zi asli undan ko'p, mana g'ishgacha. Sergeli o'zgarishdan, Toshkent shahar Sergeli o'zgarishdan 20 kilometr uzoqlikda deb aytishyapti. Qiziqqanlar uchun pastdagi raqam yozib qoldiramiz, telefon qo'yasizlar.